Assalomu alaykum. Siz Oktobank AI TV'ni tomosha qilyapsiz. Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida yaratilgan video yangiliklar kanali. Bu yerda biz muhim mavzularni oddiy va tushunarli tilda sharhlaymiz. Bugungi mavzu Oktobank O'zbekiston iqtisodiyoti rivojiga qo'shayotgan hissasi haqida. Bugungi kunda O'zbekistonning moliya tizimi jadal rivojlanmoqda. Biznesga yana ishonch bilan investitsiya kiritilmoqda. Raqamli xizmatlar ko'paydi. Xalqaro hamkorlar qiziqishi ortib bormoqda. Bu jarayonlarda Oktobank kuzatuvchi emas, faol ishtirokchi sifatida o'zini namoyon qilmoqda. Bank kompaniyalarini real loyihalar bilan qo'llab-quvvatlaydi. Ishlab chiqarishlarni yo'lga qo'yish, savdoni kengaytirish, obyektlar qurish va xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirishda yordam beradi. Bu yangi ish o'rinlari, soliq tushumlari va odamlar uchun ko'proq imkoniyatlar degani. Tadbirkorlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kichik va o'rta biznes uchun eng muhim tezkorlik va qulaylik. Shuning uchun Oktobank raqamli yechimlarga e'tibor kuchaytirgan. Acquiring, masofadan xizmat ko'rsatish, shaffof to'lovlar, ya'ni kamroq qog'ozbozlik, biznes o'sishi uchun ko'proq vaqt. Shuningdek, bank xalqaro yo'nalishlarda ham faol. Swift orqali chet elga pul o'tkazmalari va xorijiy hamkorlar bilan ishlash imkoniyatlari yaratilgan. Ortiqcha to'siqlar va kechiktirishlarsiz. Eng muhimi ishonch va xavfsizlik. Oktobankda ko'p bosqichli compliance tizimi joriy qilingan. Mijozlarni tekshirish, operatsiyalarni real vaqtda monitoring qilish va xalqaro standartlarga muvofiq ish yuritish. Mijoz mablag'lari himoyada, jarayonlar esa shaffof. Oktobank bu faqat hisob varaqlar va kartalar emas. Bu biznes va shaxsning olg'a siljishiga yordam beradigan, mamlakat iqtisodiyotini bosqichma-bosqich mustahkamlaydigan ishonchli sherik. Siz Oktobank AI TV'ni tomosha qildingiz. Biz bilan qoling, oldinda yana ko'p yangiliklar va foydali yechimlar bor.